Assalomu alaykum hammaga. Bizda kommentariy yozilyapti nimamizda, YouTube kanalimizda. Aka, hali ham ishlayapsizlarmi? Uje dekabrdamiz. Dekabrdamisiz, noyabrdamisiz? Qaysi faslda bo'lishingizdan qat'iy nazar, issiqda ham, sovuqda ham o'zini nimasi bor. Qo'shilib ishlatadigan narsasi bor. Qishda, например, antimoroz bilan ishlaymiz. Kачествосiga, tulab ketishiga u muammosi yo'q. Xijolat bo'lmang. Qildiradigan odam bexijolat aloqaga chiqinglar. 33 kodi bilan 508 286. Xijolat bo'lmanglar obunachilarim. Shunaqangi beton panjara, balkon, zina, bordyor, любойni qilamiz. Patlazer ishlanadi. Sifati chotki. Hozir bitta ko'rsatib o'tayda sizlarga. Sifat mana shu narsa chiqadi. Bundan keyin xohlagan odam, atachento xohlagan odam travertin urib yuborsa bo'ladi. Ko'nglini ko'chasiga qarab. Sog' bo'lasizlar.